Assalomu alaykum. 2-sinf matematikasidan 145-dars aylana va doira. Yondosh mavzu sirk, radius, aylana, doira. Birinchi masala. Sirkda 1000 ta o'rin bor. Uning yarmini bolalar egallashdi. 350 o'rinni kattalar band qilishdi. Nechta o'rin bo'sh qoldi? Masalaga doir diagrammaga qanday shaklda tasvirlangan? Bu joyda qizil bilan belgilangan bu bolalar, sariq bilan belgilangan kattalar, havo rang bilan belgilangan bo'sh o'rinlar. Ya'ni sirk zalida 1000 ta o'rin bo'lgan, unda yarmini bolalar egallagan, qolgan 350 ta o'rinni kattalar va bu joyda bo'sh o'rindiq ham bo'lgan. Biz bu masalaga shart tuzib ishlashimiz juda ham oson. Xo'p, bu joyda 1000 ni 2 ga bo'ldik. 2 ga bo'lishimizning sababi bu joyda bolalar yarmini egallagan degan 500 ta bola egallabdi. Bundan 500 dan 350 ni ayirsak 150 ta bu bo'sh o'rindiqlar edi. Ikkinchi masala. Daftaringizga O nuqtani qo'ying. Bu nuqtadan 3 cm masofani belgilang va bu nuqtani qo'ying. Doira chizish uchun sizga sirkul kerak bo'ladi. Sirkulning ignali oyoqchasini O nuqtaga, ikkinchi oyoqchasini esa bu nuqtaga qo'ying. Sirkulning ignali oyoqchasini siljitmagan holda sirkul qalamni O nuqtaga atrofida aylantiring. Hosil bo'lgan shakl aylana deb ataladi. Aylana uning ichki qismi bilan birga doira deb ataladi. Mana bunday O belgilab turib, buni belgilaymiz. Bu nuqtani va 3 cm sirkulni yarmiga qalam, yarmiga sirkul ignasi qadaladi va doira chiziladi. U mana bunday hosil bo'ldi mana. Nuqta aylananing markazi. A kesma aylananing radiusi. BC kesma aylananing diametri hisoblanadi. Mana o'sha sizga ko'rsatilgan doira sizga aniq ko'rsatma qilib ko'rsatib qo'yibdi. Sirk arenasining diametri 12 metr. Arena markaziga savatcha qo'yilgan. Arena chetlari bo'ylab maymun yugurmoqda va shu savatchaga koptok otmoqda. Koptok savatchaga necha metr masofani uchib o'tadi? Arenaning diametri 12 metr. Diametri deganda biz o'sha doirasi, o'sha sirk maydondagi doiraga tushgansiz, ko'rgansiz mana shu doira mana bu joyda tasvirlangan mana shu doira mana dumaloq shaklda bu doira shaklda berilgan sirk arenasi. Arena o'rtasiga savat qo'yilibdi. O'rtasi bu uning nimasi markazi. Maymun yugurmoqda va shu savatchaga koptok otmoqda. Koptok savatchaga necha metr masofani uchib o'tadi. Ya'ni 12 ni 2 ga bo'lamiz. O'shanda 6 metrdan u o'sha savatchaga koptok otayotgan bo'ladi. 4-chi, doiraning radiusini o'lchang. Uni 1 cm ga qisqartiring va daftaringizga yangi doirani chizing. Mana bu joyda doira chizilgan. U doirani biz 1 cm ga qisqartirdik. 3 cm doira bo'lsa 1 cm ga qisqartirsak 2 cm doira hosil bo'ldi. 6-chi va 7-chi misol masala bu uyga vazifa edi. 6-chi, sirkda namoyishchilar 70 minut davom etadi. Ulardan 10 masxarabozlar, 10tasi masxarabozlar chiqishiga 10 minuti va shuncha vaqt fokuschilar chiqishiga ajratilgan. Ya'ni 10 ta masxarabozlarga bo'lsa 10 minut fokuschilarga. Mana bu joyda yana fokuschi deb qo'yibdi. Bu joyda bizlar palvonlar deb olaylik. 7 minut palvonlarga ajratilgan. Akrobatlar esa 11 minut chiqish qilishdi. Qolgan vaqt 8 ta o'rgatilgan hayvonlar bilan chiqishlariga baravardan taqsimlandi. Bitta o'ratilgan hayvonlar bilan chiqishga necha minut ajratilgan? Masalaga albatta shart tuziladi va uni bajaramiz. Masalaga mana bunday shart tuzildi. Masxarabozlarga 10 minut,
Fokuschilarga 10 minut, palvonlarga 7 minut, akrobatlarga 11 minut, hammasiga 70 minut ajratilgan edi. Qolgan vaqt o'rgatilgan hayvonlarga edi. Xo'p, bunga 10 ni qo'shamiz 20. O'sha 20 ga 11 va 7 ni qo'shsak 38. Xo'p, 38 edi. 20 bilan qo'shib 38 bu kerak emas. Noto'g'ri berilgan misol bo'ldi. 70 dan ayiramiz 38 ni bo'ladi 32 minut qoldi. O'sha 32 ni 8 ga bo'lsak 4 minutdan har bitta hayvonga to'g'ri keldi. 7-misol. Aylananing radiusi diametrining yarmini tashkil etadi. Shu aylanani chizing. Ya'ni aylananing radiusi 2 cm bo'lsa, diametri yarmini tashkil qilsa, bu yarmi 2 cm, umumiy diametri 4 cm bo'ladi. Bu aylanani chizish uchun biz 4 cm diametrli va 2 radiusli aylana chizishimiz kerak. Radiusi 2 cm dan iborat, diametri esa 4 cm dan iborat bo'ladi. Hurmatli aziz mening o'quvchilarim, bugungi mavzuimiz shulardan iborat edi. Xayr.